Aziz do'stlar, bu narsa nimaligini ko'pchilik bilmaydi. Buni asosan sut yo'nalishidagi chorvadorlar biladi. Nimaga? Bu sog'im zallarga qo'yiladi. Hozirgi kunda menda spetsional bitta bor. Yana boshqachasi bor, u 20 ta molga yetadigan. Bunisi esa 14 ta molga yetadi. Endi o'ylashlaring mumkin. Bu pompali motor, to есть faqatgina sog'im zaliga qo'yiladimi? Yo'q. Sog'im zaliga emas, balki katta xonalarga katta ob'yomda ishlaydigan pilosos sifatida ishlatishingiz mumkin va kompressor sifatida xohlagan bir pромышленный zonalarda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni tortib oladigan, ya'ni havoni tortib olish uchun nasoslar sistemasi, sog'im zallar sistemasi imенно shu tartibda ishlaydi. Aziz do'stlar, buni narxini 2,5 ming qilib beryapmiz 3 fazada va Turkiya mahsuloti Omega kompaniyasi ekan, dvigatelniki, bu ham zo'r kompaniya. Maslinni 20 ta sog'im zallarga, to есть 14 ta molni sog'ishga bemalol kuchi yetadigan dvigatel. Pompali nasos motor. Mana marhamat, mana 3 fazalilikka доказательство. Garantiya ham beramiz aziz do'stlar, turistik tovar va kim sut zalini qurmoqchi bo'lsa, karkaslarimiz ham bor. Marhamat, nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati, Nurafshonda, Qorasuvda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.